Hududlarda ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'tkazilayotgan kuchaytirilgan tartibdagi reydlar Qibray tumanida davom etmoqda. Tumandagi Mustaqillik mahallasida joylashgan issiqxonalardan birida qonunchilik talablari buzilganligi aniqlandi. Reyd davomida xodimlar tomonidan mazkur issiqxona qozonxonasi filtrsiz faoliyat olib borayotgani, natijada havoga zararli moddalar chiqarilayotgani qayd etildi. Holatni o'rganish maqsadida borilganda issiqxona egasi norozilik ko'rsatib, reyd jarayoniga nisbatan qattiq e'tiroz bildirdi. Dastlab fuqaro masalaga hissiy yondashib, o'rnatilishi lozim bo'lgan tutun filtri va ekologik talablarga rioya qilish borasidagi ko'rsatmalarga norozilik bildirdi. Shundan so'ng mutasaddi xodimlar vaziyatni keskinlashtirmaslik uchun fuqaroga amaldagi ekologik me'yorlar, filtr o'rnatilmagan qozonxonalardan chiqayotgan tutun tarkibidagi zararli moddalar hamda ularning aholi salomatligiga ta'siri haqida batafsil tushuntirish berdilar. Profilaktik suhbat davomida fuqaro ekologik qoidalar buzilishi ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligi borasida ogohlantirildi va filtr o'rnatish uchun 1 kun muddat berildi. Xuddi shunday holat Qibray tumanidagi yana bir issiqxona xo'jaligida ham kuzatildi. Fuqaro bir marta ogohlantirish olgani va hatto jarimaga tushganiga qaramay, hali ham mavjud filtrdan foydalanmay kelgan va maxsus ishchi guruh xo'jalikda o'rganish ishlarini olib borishiga xalaqit berib, kuchli e'tiroz ko'rsatgan. Nima sababdan filtrni ishlatmayotgani, qandaydir muammo yoki filtrda nosozlik bor yoki yo'qligi so'rab surishtirilganda, hech qanday muammo yo'qligi, aksincha xodimning beparvoligi natijasida ishlatilmay kelingani aniqlandi va xodimga nisbatan ma'muriy javobgarlik belgilandi. Nazoratga olingan bu takroriy ikkinchi marta kelish misozi. Chang gazi uskunasini tutib qoluvchi uskuna o'rnatilgan, lekin talab darajasida ishlamayapti. Atmosferaga chiqadigan chang gazi ushlab qolmasdan o'sha 50-60% da atmosferaga chiqarib yuboryapti. Ish faoliyatini to'xtatamiz 1 kunlik ogohlantirish bilan. Ertaga agar kechgacha ham shu holatda bartaraf qilinmasa, ish faoliyati to'xtatiladi. Ma'muriy bayonnomadan tashqari atmosferaga chiqaradigan tashlamalarga zarar qo'llanadi. Sud tartibida ko'rib chiqiladi. Navbatdagi issiqxona xo'jaligi atirgul parvarishlash va sabzavot yetishtirishga ixtisoslashgan qariyb 50 sotix maydonda joylashgan xo'jalik qozonxonasida ko'mir va daraxt o'tinlaridan foydalanilgan, ammo mavjud filtrdan foydalanmagan. Maxsus ishchi guruh o'rganish maqsadida borganda xodimlarning savollariga javob bermay, filtrni ishlatishga urindi, lekin kech qolgan edi. O'rganish natijasiga ko'ra filtrga ulangan suv tarmog'ida nosozlik bo'lgan, mas'ul xodim esa buni ko'ra bila turib tuzatmagan. Albatta hammasiga ogohlantirish berilgan 2 martalab, 3 martalab. Issiqxonaning pechida, ya'ni isitish tizimida filtr o'rnatilgan, chang gaz ushlab qoluvchi. Lekin ish faoliyatida emas. Hozir holat bo'yicha ko'rdik, holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 1 kunlik muddatda ogohlantiramiz, undan keyin to'xtatamiz. Tabiatimiz asrash uchun sal hushyorlik so'rab qolaman. Qariyb 1 haftadan buyon davom etayotgan reyd tadbirlarida filtr o'rnatmagan xo'jaliklar va korxonalarni ham, o'rnatganlarni ham faoliyati o'rganildi. Ammo o'rnatib turib ham filtrlardan foydalanmaslik holatlari, tadbirkorlarning mas'uliyatsizligi, xodimlarning mavjud vaziyatga beparvolarcha ish tutishi, qat'iy choralar ko'rilishiga sabab bo'lmoqda. Mamlakatimiz bo'ylab ekologik vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha bu kabi kuchaytirilgan tartibdagi reyd jarayonlari davom etmoqda. Mirzo Olim Rustambekovlar, Abdulla Xatabov, Vahobov, Hudud informatsion dasturi uchun